Sizda bu yerda rang chiqarish laboratoriyasi ekanda bu. Bitta rangni chiqarish uchun, fantom rangni chiqarish uchun nechtadir kraska qo'shiladimi shunda? Yo'q, bu yerda qarang, har xil ranglar bor. Mana bitta tayyor bochkada Turkiyadan keladi. Kompyuter bor, har bitta zakazini mana shu yerda tayyorlab, zadaniya berishgandan keyin dizayner rangiga qarab rang quyib beradi. Mana bizda printda sizga rang berdik, fantom mana bunaqa kodlaydi. Sizlar o'sha narsani internetdan proporsiyasini olib, o'zingiz bemalol yasab tashlay olasizlar. Yo'q, uni internetdan olmaymiz. Fantom verimiz bor, spesialniy. Fantom verda kodi bo'yicha kompyuterga zadaniya bersa, o'sha sostavda tayyorlab beradi. Butun dunyo bo'yicha bir xil standartga ketaveradi. O'zi aslida oldin qanaqa bo'lgan? Bu narsalar человеческий faktorda bo'lgan. 2 kilo magenta, 3 kilo yellow, 4 kilo qora turib qilingan, o'tda ba'zi xatoliklar bo'ladi. Polkada turganda 1 oy oldin olingan bilan 1 yildan keyin xuddi shu pechat qilingan dizaynda farq bo'lgan. Chiqib qo'yadi. Endi hozir nimaga katta brendlarda butun dunyoda ranglari bir xil dizaynsiz, ular hammasi shu Pantone, masalan, dispensing liniyalardan chiqqan hisobiga har doim ranglar polkada bir xil turadi. Bitta rangda ketgan xatolik necha pulga tushadi? O'rtacha bir 2 ming dollarga tushadi. Qaysi momentda ko'rib qolishiga bog'liq. Masalan, bitta rulonni ko'rib qolsa yoki ikkita rulonni ko'rib qolsa, tayyor mahsulot bo'lgandan keyin eng kamida 2-3 ming dollar minus ketiladi. Sezmasdan klient ko'rsa, undan ham qimmatga tushib ketadi. Unaqa bo'lmaydi, chunki bizda proходной kontrol bor o'zimizda. Proходной kontroldan o'tgandan keyin OTK bor. OTK polnini tekshirgandan keyin sotuvni OTKsi bor. Sotuvni o'zi ham tushib, klientga ketishdan oldin tekshiradi. Pantone bo'yicha chiqdimi, etilgan mikroni bo'yicha chiqdimi deb o'shanga qarab pasport kachествоsi tayinlaydi. O'sha pasport kachествоsi bilan keyin отгрузка qiladi agar etaplardan o'tsa. Har bitta narsani o'zini mas'ul odam bor. Rangnikini ham, plyonkaniki ham, pechatniki, laminatsiyaniki, sushkaniki. Klientga ortiqcha menimcha bo'ldi yoki mana bunaqa texnik muammo chiqib qoldi, svet o'chib qoldi, svet kam bo'lib qoldi degan muammo qilib qo'shimcha pul olmaysizlar, o'sha kelishuvdagi bo'yicha o'zingizlarning yelkalaga olib, zimmanglarga olib qilib berasizlar.